her kimning qalbiga yozgan hikoyalar bo'ladi. Teshig'i chiqara olmagan unsiz yig'inlari, kishiga aytolmaydigan dardlari, tasallisiz saqaygan og'riqlari, yana tuz sepilgan yaralari va yana ojiz kelgan umidlari, hammadan ro'yi yongan ruhsiz tanlari, charchashlardan eg'ir uh tortgan damlari, ketib berib yiqilgan, to'pi bo'lgan tizlari, bukilgan qaddi, nursiz chiroyi, ochiq yig'i qoplashgan, yurga eg'ir so'qqan, tiniq ololmay isadigan minutlar bo'ladi. Lekin sabr qilsunki, suvtida suv to'xtaydi. G'o'risidan halva bitib, yurgidan kuladigan, guldek yashaydigan hayoti hamon bir kun bo'ladi.